Hop, demak 28-savol. Ikki element absolyut massalari o'rtasidagi farq 6,164 10 darajasi -23 gram bo'lsa, elementlarni ko'rsating deb beradi. Demak, farqini bo'lib olamiz massa atom birligiga. Ya'ni nisbiy atom massa formula yozib olamiz. Nisbiy atom massa farqini topish uchun absolyut massa demak farqini bo'lamiz massa atom birligiga. Bizda absolyut massa farqi berilgan 6,64. Demak 6,64 10 darajasida -23 bo'lgan vaqtda buni bo'lamiz 1,66 10 darajasida 24 ga. Demak bizda kelib chiqadi 40 kelib chiqadi. Demak qaysida massalari farqi 40 ni beradi. Demak masalan B javobini oladigan bo'lsak temirning massasi 56, kislorodning massasi esa 16. 56 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak, shunda nisbiy atom massa farqi kelib chiqadi bizda 40 ga teng ekan. Shuning uchun B javobini olamiz. Qolgani to'g'ri kelmaydi. Marganes 55, 65 rux. 65 dan 55 ketsa farqimiz 10 bo'lib qoladi. Mis 64, rux 65. Farqimiz 1 bo'ladi. Bunda 40 chiqdi farq. Magniy 24, uglerod 12. Farqimiz 12 bo'ladi. Faqat 40 bo'lgani B javobda to'g'ri keladi.